Kapral Rustam Karimovning qo'lqopli barmoqlaridan durbin tushib, soat 2:17 da Termiz qoriqlash minorasining beton poliga urilib ketdi. Aynan o'sha paytda uning soyasi etiklardan ajralib, Afg'onistonga ko'rinmas chiziqdan usiz otib ketdi. Uning silueti projektor ostida nihoyatda uzun cho'zilgan va Rustam seza olmaydigan biron bir tanaga bog'lanmagan qo'li bilan javob qaytargan edi. Yuragi qattiq urilib, durbinni yana oldi. Ko'zlariga bosdi va xoin soyaning sovet konlari hali ham qum ostida uxlayotgan chang bosgan hech kim bo'lmagan yerga chuqurroq kirib borishini kuzatdi. Bolaligidan beri uni kuzatib kelgan, endi mustaqil ravishda harakatlanayotgan, oy nurida yotgan changni ko'tarib, chegaradan tutun signallari kabi orqaga surilgan soya endi mustaqil ravishda harakatlanardi. Zanglagan tikanli sim ostida to'xtaganida u burildi. Bosh emas, chunki soyalarning boshi yo'q, balki butun kontur 180 daraja aylanardi va u yerda bo'lmagan ko'zlari bilan Rustamga tikilib qoldi. Tunning o'zidan ham qorong'uroq yo'qlikning ikkita ignasi onasining ovozida pichirladi. Men seni kutayapman, o'g'lim, lekin sen hali tayyor emassan. Men seni kutayotgan edim, o'g'lim, lekin sen hali tayyor emassan va so'zlar oynadan, linzalardan, bosh suyaklaridan o'tib, Rustam temirni tatib korib tilini tishlayotganini angladi. Qattiq qon ketdi. U durbinni yana tushirdi, radioni qidirdi va tugmani bosdi. Ba'zi, bu 7-minora, menda ko'rish anomaliyasi, soya ajralishi, darhol iltimos, lekin Karnayning ovozi titrab, kulgiga aylandi. Bu uning 3 kecha oldin serjant Malika bilan chegaradagi arvohlar haqida hazillashgandagi kulgisi edi va kulgi yanada chuqurlashdi, eskirib bordi, toki u endi 12 bo'lmaguncha, o'nlab yillar davomida aynan shu joyda turgan, jasad qarzga olinishini kutgan odamga tegishli bo'lib qoldi. Rustam orqaga qoqilib, etiklari yerdan muzni qirib tashladi va minoraning bitta lampochkasi miltilladi, xiralashdi, keyin oppoq qizib ketdi va o'zining haqiqiy soyasini, Xudoga shukr, hali ham bog'langan holda orqasidagi devorga tushirdi. Faqat devor soyasi ham noto'g'ri edi. Uzunroq, kengroq. 1987 yilda Rustam tugilgan yili sovet askarining shlyapasi kiygan edi va shlyapali soyaxonada bo'lmagan AK-47 ni ko'tarib, Rustamning chakkasiga qaratdi, mavjud bo'lmagan tetikni barmog'i bilan burishtirdi va Rustam baribir sovuq metallning terisini opayotganini his qildi. Bu uni qichqirishga majbur qiladigan xayoliy bosim, ovoz pastga takrorlanayotgan edi. Spiral zinapoyalar kazarmaga ko'tarildi. U yerda tungi qorovul, oddiy askar Otabek ko'kragini changallagancha uyg'onib ketdi, chunki u oz tushida qichqiriqni eshitgan edi. Tushida u Rustam edi va Rustam allaqachon olgan edi. Minorada Rustam nigohini devordan uzib, eshikka yugurdi, lekin tutqich burilmadi. Qulf muzlab qolgan yoki tiqilib qolgan edi, yoki ehtimol eshik hech qachon umuman eshik bo'lmagan. Shunchaki betonga bo'yalgan chiqish yo'lini ko'rsatgandir va u uni taqillatgandi. Gumburlagan tovushlar bosh qaytib keldi. Go'yo minora barabanga o'xshab, devorlar ichida nimadir uning mushtlarining ritmini o'rganayotgandek, u orqasiga o'girilib, metallga orqasini bosgan holda, durbinlarning yerga to'g'ri tushganini, linzalar derazaga qaraganini ko'rdi. Garchi ularga tegmasa ham, u chegarani yana ko'rdi. Soyasi endi mina maydonida tiz cho'kib, yalang'och qo'llari bilan iz qoldirmagan holda qazayotganini, peshonasida oq teshigi bo'lgan zanglagan dubulgani topayotganini ko'rdi. Otasi 1989 yilda patrulda g'oyib bo'lganda kiygan dubulga edi va soya dubulgani ko'tarib, uni o'zining xususiyatsiz boshiga qo'ydi va endi balandroq turdi. Shinel shamol bo'lmasa ham xilpirab turdi va minora tomon orqaga yura boshladi. Har bir qadam o'lchovli, ehtiyotkorlik bilan yana chiziqni kesib o'tdi, lekin bu safar dubulgani sovrin kabi, va'da kabi ko'tarib yurar edi. Rustamning nafasi havoni gazab bilan to'ldirdi. Soati avvalgidan ham balandroq chertdi. 2, 19, 2, 20 va u eski askarlarning chegara soyasi haqidagi hikoyalarni esladi. Bu arvoh emas, balki bosh joy. Bu yerda oladigan keyingi odamga o'xshagan vaqt teshigi va u har doim juda uzoqqa qaraganlar. Chol javob berishni istamagan savollarni berganlar uchun kelishini. U cho'ntaklaridan olovli qurolni qidirdi. Barmoqlari karaxt bo'lib, uni topdi, titragan qo'llari bilan to'ldirdi, derazaga qaratdi va o'q uzdi. Qizil nur tun bo'ylab tarqalib, qumni qonga bo'yadi va bir yurak urishi bilan soya qadamining o'rtasida qotib qoldi. Dubulga eritilgan temir tomchisi kabi yarqirab turdi. Keyin jilmayib qo'ydi yoki ogizni ochish kerak bo'lgan yo'qlik va kelaverdi. Olov so'ndi. Qorong'ulik orqaga qaytdi va Rustam zinapoyada qadam tovushlarini, sekin, og'ir etiklarning tovushini eshitdi.
Panjsher salang orqali bu chegara bosib o'tgan har bir urushda yurgan edi. Eshikning tugmasi jiringladi, burildi va eshik ochildi. Uning yonidan emas, balki tashqaridan, garchi u yerda hech kim yo'q bo'lsa ham, va sovuq kirib keldi. Dizel yoqilgisi, hol jun va eski qonga o'xshash metall hidini olib keldi. U bosh olovli qurolni talisman kabi ko'tardi. Buvisi o'rgatgan har bir ibodatni pichirladi. Lekin qadam tovushlari shoshilmasdan ko'tarildi va ular maydonchaga yetib kelganlarida Rustam o'zining yuzini ko'rdi. U o'nlab yillar davomida shunday kechalardan chandiqlari botgan, ko'zlari qaqragan, formasini kiygan, ammo yozuvda Karimov 1987-2025 deb yozilgan edi. Katta Rustam esa tishlari juda oqarib, juda mukammal tabassum qildi va Rustamning ovoziga o'xshab, lekin bu yerda turgan har bir odamga xos bo'lgan ovozda: "Smenani o'zgartir, o'g'lim, uyga ketish vaqti keldi", dedi va Rustamning ko'kragidan otib, barmoqlari iliq va titrayotgan narsani, uning kelajagini, qolgan yillarini, hali ham ertangi kun borligiga ishongan qismini ushlab tortdi. Rustam yillar taqvim sahifalari kabi uzilib ketayotganini his qildi. 2025 2024, 2023 yillar har biri katta. Rustamning qoliga tegib ketdi va minora aylanib, lampochka uchqunlar yog'dirdi va u zinapoyadan emas, balki poldan, beton, armatura va muzlagan tuproqdan, soyasi dubulgasini boshiga juda moslashtirib kutib turgan mina maydoniga yiqildi. Qorong'ulik uni qamrab olishidan oldin u ko'rgan oxirgi narsa bilagidagi soat 2:17 da muzlab qolgan edi. Soniya strelkasi olayotgan hasharot kabi titrardi va u eshitgan oxirgi narsa radio nihoyat tozalandi. Bir ovoz, Malikaning emas, Otabekning emas, balki o'zining xotirjam va professional ovozi. 7-minora, hamma narsa toza, anomaliyalar yo'q, keyingi smenani kutishmoqda, degan xabarni eshitdi va keyin mikrofonning chertishi abadiy ishora qildi.